Pul, daromadlar va o'z-o'zini qadrlash kabi mavzularda harakatlar kuchaymoqda. Moliyaviy qadriyatlaringiz o'zgarishi mumkin. Xorijda ta'lim olish yoki safar bilan bog'liq moddiy daromadlar bo'lish ehtimoli bor. Raqobat yoki inqirozni o'z ichiga olgan bir vaziyatdan kuchli bo'lib chiqish imkoniyatingiz ham yuqoridek ko'rinmoqda. O'z qadringizni qayta ko'rib chiqishga majbur qiladigan bir voqea ham yuz berishi mumkin. Agar etikaga to'g'ri kelmaydigan birorta holatga duch kelsangiz, o'z pozitsiyangizdan aslo voz kechmasdan va ortiqcha ishlarga kirishmay, siyosiy yondashuv bilan jarayonni boshqarishga e'tibor qaratishingiz kerak bo'lishi kutilmoqda. Tashqi ko'rinishingiz, kiyinish uslubingiz va tanangizga bo'lgan munosabatingiz kuchaymoqda. Shaxsiy buyumlar xarid qilishingiz mumkin. Psixologik va jismoniy salomatligingizga e'tibor qaratish ehtimolingiz bor. Tashqi dunyo bilan qurayotgan munosabat turingiz o'zgarishi mumkin. Hayotga nisbatan haddan tashqari g'urur va qaysarlik ishlaringizni qiyinlashtirishi mumkin. Agar munosabatlarda kuch kurashiga kirishsangiz yoki ochko'zlik qilsangiz, qadringiz tushib ketishi mumkin. Munosabatingizni bildirayotganda va foyda olishni xohlaganingizda uslubingizga e'tibor bersangiz, ushbu yangi oy sizni katta foyda bilan taqdirlashi mumkindek ko'rinmoqda. Ong ostingizdagi keraksiz yuklar va qiyin holatlarni tozalash vaqti keldi. O'tmishdan olib kelgan barcha ma'nosiz yuklarni endi ortda qoldirishingiz mumkin. Xarajatlaringiz ham ortishi mumkin. Yashirib kelgan his-tuyg'ular yoki qo'rquvlar yuzaga chiqish ehtimoli bor. Ruhiy holatlaringiz bilan ishlash, davolanish, dam olishingiz uchun bu davr qo'llab-quvvatlovchi bo'ladi. Munosabatlar orqali katta yordam ham olishingiz mumkin. Ammo haddan tashqari erkalik yoki xafagarchilik kabi salbiy xatti-harakatlar yo'qotishlarga olib kelishi mumkindek ko'rinmoqda. Ijtimoiy hayotingiz va do'stliklaringizdagi samimiylik yangi oy bilan ortishi mumkin, biroq raqobat, hasad va muvozanatsizliklardan yiroq bo'lishingiz kerak. Kimlar bilan bitta yo'lda yurishni xohlayotganingizni qayta ko'rib chiqishingiz mumkin. Haddan tashqari tarafkashlik qilish va g'ururga berilish guruh ichidagi tortishuvlarga sabab bo'lishi mumkin. Maqsadlaringizni amalga oshirishingiz mumkin. Sizni hayajonga soladigan yangi bir jamoa, vazifa yoki loyihani boshlashingiz, shuningdek martaba daromadlaringiz oshishi va mukofotlarga sazovor bo'lishingiz ham mumkin deb ko'rinmoqda. Karyerangiz va jamiyat oldidagi mavqeingiz ahamiyat kasb etmoqda. Lavozim ko'tarilishi, kompaniya ochish, moliyaviy investitsiyalar qilish, loyihalar boshlash yoki omma oldida ko'proq ko'rinish imkoniyatlari paydo bo'lishi mumkin. Biroq rahbar shaxslar bilan to'qnashmasdan va ortiqcha mubolag'alarga yo'l qo'ymay, muvozanatni saqlab qolishga harakat qilishingiz kerak bo'ladi. Bu jarayonda sabr va shukr qilish irodangizni yanada mustahkamlaydi. Agar kuchingizni yaxshi ishlarga yo'naltirsangiz, mazmunli va barqaror yutuqlarni qo'lga kiritish imkoniyatingiz juda yuqori bo'lishi kutilmoqda. O'sish va rivojlanish uchun o'zingizga yangi imkoniyatlar ochishingiz mumkin. Hayotga bo'lgan hayajon va istaklaringiz ortish ehtimoli bor. Ta'lim, chet el imkoniyatlari, dunyoqarashingiz va e'tiqodlaringiz yanada kuchli bo'lib bormoqda. Yangi safar yoki yangi dunyoqarash sizni hayotingizga ko'proq ma'no olib kelishi mumkin. Biroq e'tiqodlaringizga haddan tashqari yopishib olish yoki majburlovchi munosabatda bo'lish boshqalar bilan kelishmovchiliklarga va og'ir tajribalarga olib kelishi mumkin. Samimiy bo'lsangiz va insonlarni tushuna olsangiz, bu sizni ham yanada ozod va erkin qilishi mumkin deb ko'rinmoqda. Moliyaviy kuch o'yinlarining kuchli namoyon bo'lishi mumkin bo'lgan davrga kirib boryapsiz. Umumiy mol-mulk va qarzlar bilan bog'liq yangi boshlang'ichlar kun tartibingizdan o'rin egallashi mumkin. Ruhiy jihatdan o'zgarishingiz, obsessiv fikrlardan xalos bo'lishingiz va eski zaharli odatlarni tashlashingiz endi osonlashmoqda. Boshqalarga ham ulashish kabi tushunchalaringiz o'zgarishi mumkin. Biroq boshqalarning boyliklariga hasad qilish yoki haddan tashqari nazoratchi bo'lish qimmatli narsalarni yo'qotishingizga sabab bo'lishi mumkin deb ko'rinmoqda.
Muvozanatni saqlash yangi oy bilan birga sizning eng asosiy vazifangizga aylanadi. Munosabatlar va hamkorliklar o'rtasida haddan tashqari bosim, ego to'qnashuvi, nazoratga intilish va hasad kabi holatlar katta muammolarga sabab bo'lishi mumkin. Rishtalar eng nozik joyidan uzilish ehtimoli bor. Agar energiyangizni odamlarni ishontirish va ta'sir o'tkazishga qaratadigan bo'lsangiz, natija hammani hayratda qoldirishi mumkin. Yangi munosabat boshlashingiz yoki mavjud aloqalaringizni kuchayishi mumkin deb ko'rinmoqda. Kundalik hayotingizga yangi faoliyat qo'shilishi mumkin. Ish tartibingiz o'zgarish ehtimoli bor. Yangi ish boshlashingiz, salomatligingiz bilan bog'liq muhim xizmatdan foydalanishingiz yoki muolajalar va operatsiyalar o'tkazishingiz mumkin. Stress boshqaruvi ham siz uchun muhim bo'ladi. Vazifalarni bo'lib olgan odamlarga nisbatan nazorat istagingiz kuchayishi mumkin. Biroq aqliy va jismoniy jihatdan o'zingizni muvozanatga keltira olmasangiz, o'zingizni haddan tashqari holdan toygandek his qilishingiz mumkin. Fitness, sport va parhez qilishni rejalashtirish uchun ham yaxshi davrdasiz. Hissiyotlaringiz kuchayadigan va o'z-o'zingizga ishonchingiz ortadigan davrga kiryapsiz. Agar beqaror bo'lsangiz, oshiq bo'lishingiz yoki ijodiy bir loyiha orqali odamlarga ilhom berishingiz mumkin. Farzandli bo'lishni rejalashtirish yoki bu borada xushxabar olish ehtimolingiz ham mavjud. Shu bilan birga qimmatbaho xarajatlar va dam olishlar ham bu davrning bir qismi bo'ladi. Moliyaviy xavflardan qochishingiz kerak bo'ladi. Yangi ishqiy munosabat boshlashga qarshi ichki ehtiros his qilishingiz mumkin. Lekin agar nafsiy istaklaringizga qaram bo'lib qolsangiz va bu istaklar haddan oshsa, mag'rurligingizni sindiradigan holatlar bilan yuzlashishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Shaxsiy hayotingizda yangi boshlang'ichlar qilish imkoniyati paydo bo'lishi mumkin. Ko'chish, oilaviy yoki ichki xavfsizlik bilan bog'liq masalalar muhim ahamiyat kasb etish ehtimoli bor. Yaqinlaringiz bilan janjallar, isyonkorlik va ortiqcha erkinlik istagi o'tmishdagi travmalaringizni tetiklab, bezovtaliklar keltirib chiqarishi mumkin. Tinchlikparvar va himoyaviy yondashuvlar sizni yanada rivojlantiradi. Shaxsiy hayotingizni ham barcha bilan bo'lishmasligingiz kerak. Ushbu yangi oyda oilangizga yaqin bo'lgan insonlar bilan bayram yoki tadbirlar o'tkazishingiz mumkin deb ko'rinmoqda. Muloqot uslubingiz ahamiyat kasb etadigan davrga kiryapsiz. So'zlarning o'tkirroq bo'lishi va ta'sir ko'rsatadigan suhbatlar yuzaga chiqish ehtimoli bor. Himoya qilayotgan insonlar va fikrlarga diqqat bilan yondoshishingiz kerak. Yangi bir muvaffaqiyat xabarini olishingiz mumkin. Yangi ta'lim, lavozim ko'tarilishi yoki shartnoma imzolash imkoniyatlari mavjud. Aka-uka yoki bolalikdagi do'stlaringiz bilan qadrli munosabatlar o'rnatishingiz mumkin. O'zingizni himoya qilishda xato qilib, so'zlaringiz bilan boshqa odamlarni ranjitmaslikka e'tibor berishingiz lozim. Chunki sizdan hurmat kutayotganlar xafa bo'lib qolishi mumkin deb ko'rinmoqda. Astrologiya kelajakni bashorat qilmaydi, faqat ehtimollarni aytadi xolos. Bu bizga hayotni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Munajjimlik folbinlik emas, bu ilmiy tadqiqot. Hech kim kelajakni oldindan bila olmaydi. Astrologiya haqida yanada ko'proq ma'lumotlar uchun bizni Instagram, Facebook va Telegram sahifalarimizdan yaqindan kuzatib boring.